Oldingi xalqaro sertifikat bo'yicha videoda Courseraga kirib, ro'yxatdan o'tib, Web Design for Everybody degan kursni tanlab, shuni ichidagi topshiriqlar qanday bajarishni o'rgatgandim. Endi bajarib bo'lgandan keyin sertifikatni qanday olamiz, shu masalaga to'xtalamiz. Xo'p, mana shu o'tgan safargi akkauntga kirganman hozir. Xo'p, bu yerda mana ko'rsatyapti, 5-kurs ham tugagan deyapti. Demak, My Learning degan joyga o'tamiz. Hammasi tugagan mana ko'ryapmiz. Bizda hammasi tugagandan keyin mana 5 ta kursni ham yonida mana shunday ptichka paydo bo'ladi. Keyin sertifikatni ham mana bu yerda ko'rsatadi. Va bizga add to LinkedIn deyapti. Agar bizni LinkedIn akkauntimiz bo'lsa, shuni bossak, o'zi LinkedInga qo'shiladi, keyin u yoqdan yuklab olsa bo'ladi. Demak, bu oson yo'li. LinkedIn degan platforma bor. Mana shu platformada akkaunt ochib qo'ysalaring agar, shunga qo'shib shu yoqdan yuklab olsa bo'ladi, bitta yo'li. Xo'p, o'zi bunda akkaunt ochib qo'yish tavsiya qilaman, dasturchi sifatida ishlayman desalaring, chunki bu yerda xo'p, O'zbekiston va chet el kompaniyalarini xodimlarini yoki shu kompaniyani o'zini rasmiy akkauntlari bor. Bu yerdan biz shu masalan IT sohasidagi odamlarni hamjamiyatini topishimiz mumkin. Shu sohada yangiliklarni o'qib turishimiz mumkin. Masalan, ish bo'yicha ham e'lonlar qo'yilib turiladi, ishga ham topshirib ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bu platformada o'z ro'yxatdan o'tib qo'yishni tavsiya qilaman. Endi agar bu yo'q bo'lsa, kimdadir yo ocha olmasa, boshqa yo'li ham bor sertifikatni olishda, hozir o'rgataman. Xo'p, faqat hammasi bajarilgan bo'lishi kerak. Mana shunday. Agar kimdadir ptichka chiqmayotgan bo'lsa, kirish kerakda, tekshirib ko'rish kerak. Masalan, hammasidan chiqib bittasidan yo ikkitasidan chiqmay turgan bo'lsa, kirish kerak. Masalan, modullar bor, to'g'rimi? Modullarda hammasida ptichka bor. Bu degani hamma modul tugadi degani. Agar qaysidir tugamagan bo'lsa, unda mana shu belgi chiqmaydi. Bosamiz, masalan, ikkinchi modul tugamagan bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatib turadi. Bitta topshiriq qoldi yoki ikkita topshiriq qoldi, baholanish kerak bo'lgan deb. Hozir bu yerda ko'rsatmayapti, hammasi baholangan deyapti mana. Demak, mana baholangan ko'ryapmiz. Graded bo'lib turibdi. Ba'zida mana bu yerda grading in progress, ya'ni baholash jarayonida bo'lib turadi. Yoki sheriklarimizga baho qo'yishni ham so'rashi mumkin. Shunda biz mana shu topshiriqlarni bajarmasdan, topshiriqlarni topshirmasdan o'tmasak, modulimiz ham o'tdi hisoblanmaydi. Keyin sertifikat ham chiqmaydi. Mana shunday sertifikat chiqish kerak. Mana. Xo'sh, keyin nastroykadan yana bitta narsani tekshirib ko'ramiz. Settings. Full name ver bo'lyapti. Xo'p, buni o'zgartirish kerak. Buni Qobil familiyasi Allaberdiyevda adashmasam. Qobil G'anijonov. Mana bu yerda ismni o'zgartirish kerak. Qobil G'anijonov. Save. Mana bu yerda ism noto'g'ri turibdi, kichkina harfda yozilgan. Buni o'zgartiramiz. Qobil Komiljonovich. Ismni katta harfda yozish kerak edi. Qobil Komiljonovich. Endi shu to'g'ridir-da, o'zi yozgan. Demak, shu ism sertifikatda paydo bo'ladi deyapti. Endi yana bitta narsaga to'xtalishim kerak. Ba'zilarda ism paydo bo'lmaydi-da, bizdan so'raydi. Verify your ID deb so'raydi. Ya'ni kimdadir mana verifikatsiya ham qilmaydi yoki kimdadir verifikatsiya qil, ya'ni tasdiqla shaxsingni deb so'raydi. Bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda agar bizning ismimiz chiqmayotgan bo'lsa, verifikatsiya, ya'ni tasdiqla deyotgan bo'lsa,
Courseraning mobil ilovasi bor. Play Market yoki App Store'da mobil ilovasi bor. Masalan, Play Store. Mana telefonga shuni o'rnatish kerak, mana shu mobil ilovani. Akkauntga kirish kerak, ya'ni bu yoqda ochilgan akkauntga telefondan ham kirish kerak. Keyin shu telefonda settings degan joyda shaxsni tasdiqlash, ya'ni verify your ID degan joy bo'ladi. Verify your name yoki ana shu tugmani bosib yuzimizni skaner qilishimiz kerak telefonni kamerasi orqali. Keyin pasportimizni yoki guvohnomamizni skaner qilishimiz kerak. Endi guvohnomani menimcha olmaydi. Shu tomoni bor. Pasport bo'lishi kerak. Agar shunday muammo bo'lib qolsa, ismim chiqmay qolsa, demak yuzimizni va pasportimizni, ID kartamizni skaner qilishimiz kerak telefonda mobil ilovasini o'rnatib. Agar pasport yoki ID karta bo'lmasa, guvohnomani ham urinib ko'rish kerak. Yo bo'lmasa shunday holat bo'lgan, uydagilarni ID kartasi yoki pasportini skaner qilib, o'zini ismini kiritib yuborganlar ham bo'lgan. Shunday qilsa ham bo'ladi. Demak, umuman olganda mobil ilova orqali tasdiqlash kerak-da. Verifikatsiya qilish kerak, ism chiqmay qolsa. Xo'sh, hozir mana hammasi joyida bizda. Endi sertifikatni qanday yuklab olamiz? Uni My Learning deganiga o'tamiz yana. Xo'sh. Mana bu yerda chiqib turibdi mana sertifikat. Kimdadir chiqmaydi, mana bu yerda chiqadi. Complete degan joyda chiqadi. Mana, ya'ni in progressda chiqmaydi-da, completedda chiqadi. Xo'p, bizda mana sertifikatni olish degan joyi o'chiq turibdi. Qanday qilib olsak bo'ladi degan savol tug'iladi. Mana shu sertifikatni shunday sichqoncha bilan ushlaymiz. Yangi oynada ochamiz. Mana ochdim. Demak, mana bu yerda e'tibor beryapmiz. Bizga link bergan. Link. Ana shu linkni biz olib olishimiz kerak-da, hozir nusxasini. Xo'p. Mana shu linkni. Endi menda tayyori bor, hozir tayyorini olaman. Shu linkni mana bu yerga yozish kerak-da, umuman olganda. Faqat ozgina o'zgartirish kerak. Specialization deganning o'rniga certificate deb yozishimiz kerak. Keyin yuklovsa bo'ladi. Oxiridagi bu ID'si bu. Har bitta sertifikatda o'zining ID'si bo'ladi. Hammasiniki har xil bo'ladi. Hozir menda tayyor link bor, shuni nusxalab olaman. Xo'p, demak, nusxalab oldim. Mana. Endi bunga qaraydigan bo'lsak, account, accomplishment, keyin specialization, keyin certificate. Ya'ni xo'p, verified o'rniga nima qo'yilyapti? Account. Xo'sh, specialization o'rniga to'g'riroq o'rniga emas, undan oldin nima qo'yilyapti? Accomplishments degan yozib qo'yilyapti. Undan keyin certificate degan yozib qo'yilyapti. Undan keyin slash qo'yib, mana shu ID ni yozish kerak-da. Mana shu yerda ID ni oxiridagi. Xo'p. Endi buni bironta matnda ajratib oladigan saytga tashlab ajratib olsak ham bo'ladi-da. Mayli, hozir yozaman qo'lda yaxshi. Mana shu ID ni yozaman. Yoki bunday qilsak ham bo'ladi. Tepada ham bergan bizga mana. Mana shu yerda ID bor, ko'ryapsizlar. Mana. Mana shu ID ni nusxalab olsak bo'ladi shu yerda. Link ham bormi shu yerda? Xo'p, Coursera yo'q, bu yerda link yo'q. Mana ID bor lekin. Ko'ryapmiz. Mana shu ID, demak mana shu pastda yozilgan ID bilan bir xil. Shu ID ni nusxalab olamiz. Boyagi linkni davomiga qo'yamiz. Enterni bosamiz. Kutamiz. Mana. Demak, bu yerda yuklab olish bor. Mana yuklab olish mumkin. Yuklasam bo'ladi hozir. Xo'p, yana bir marta o'rgataman, nima qildik? Mana bu linkni men tayyorni olib oldim. Oldingi olgan bolalar sertifikatidan. Xo'sh, buni videoni izohida tashlab ketaman. Hamma joyi bir xil bo'ladi, faqat oxiridagi ID'si boshqacha bo'ladi. Shuni ochib olgandan keyin mana bu yerda yuklovsi bo'ladi. Mana. Yuklandi, ochib ko'rishingiz mumkin. Mana. PDF yuklanadi. Demak, mana buni bosadigan bo'lsak,
haqiqatda shu sertifikat to'g'ri olinganmi, ya'ni shu odam haqiqatda shu sertifikatni olganmi, isbotlab beradigan linki mana shu. Xo'p. Shunday qilib demak olishingiz mumkin sertifikat. Yana bitta narsaga to'xtalishim kerak. Xo'sh. Bilamiz, bizga mana 7 kunga bepulga ochib bergan Coursera'ni. Biz viza kartamizni kiritganmiz, daniylarni, ma'lumotlarni. 7 kundan keyin bu kartamizdan pul yechishga harakat qiladi. Shuning uchun kurs tugatgandan keyin xo'sh, My Purchases degan joyga o'tamiz. Mening xaridlarimga. Mana ko'ryapmiz. 3-yanvargacha demak bizga bepul muddat berilgan. 3-yanvardan keyin pul yechishga harakat qiladi. Biz kursni sertifikatini olib bo'lgandan keyin mana shuni bekor qilishimiz kerak, nimani, obunani. Keyin kartamizdan pul yechmaydi. Hozir men bekor qilishim mumkin mana. Chunki sertifikatni olib bo'ldim. Cancel. Bizdan so'raydi, nima uchun bekor qilyapsan yoki bekor qilasanmi? Xo'sh. Nima uchun bekor qilganliging haqida aytmoqchimisan deyapti. No thanks deymiz. Bo'ldi, mana bekor qilindi. Ya'ni endi bizni kartamizning ichida pul bo'lsa ham yechmaydi, pul tushsa ham yecha olmaydi, chunki biz obunani bekor qildik. Tushunarli? Endi yana bitta xato bo'lishi mumkin. Kimdirlar akkauntini o'chirishga harakat qiladi. Ya'ni shu yerda delete account bor. Buni o'chirsak, bizni sertifikatimiz ham yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun akkauntni o'chirmaslik kerak. Tushunarli? Obunani bekor qilib qo'yish kerak bo'ldi. Mana bu sertifikat yuklashni linkini izohga tashlab ketaman.